Assalomu alaykum. Demak, Rasul Kusherbayev sudda apellyatsiya sudida yutqizdi. Hammaning xabari bor. Rasul Kusherbayev Mis zafarovkaga borib, o'sha avtomobilga yoqib shoxobchasiga borib, naqd pulni to'lov qilaman degan paytda bu tomon olmagan, o'shaning uchun sudga bergan. Birinchi instansiya sudida yutqizgandi va apellyatsiyaga berdi va apellyatsiyada ham yutqizdi. Apellyatsiyada yutqizishiga sabab nima bo'ldi va kelgusida qanaqa bo'ladi? Katta ehtimol bilan kelgusida ham yutqizadi. Demak, Rasul Kusherbayev noto'g'ri sudga bergan ekan degan fikrga kelish noto'g'ri. Yo'q, Rasul Kusherbayev haqida u to'g'ri sudga berdi. Ya'ni u o'zini huquqini amalga oshira olmadi. O'sha Konstitutsiya, Markaziy bank to'g'risidagi qonunlarga asoslanib, u naqd pulni cheklovsiz hamma joyda qabul qilinishiga erishmoqchi. Hozir ham erishmoqchi. Unda nimaga yutqizdi? Ba'zi endi insonlar, ba'zi biz hurmat qilgan insonlar chiqib Rasul Kusherbayev yutqizishiga sabab u noto'g'ri obyektni sudga berdi, noto'g'ri tarafni, ya'ni u o'sha qonun chiqargan yoki qaror chiqargan yoki ko'rsatma bergan tashkilotni sudga berish kerak edi degan ma'noda gapirishdi. Yo'q, bu noto'g'ri. Endi biz ularni tushunamiz, yurist emaslar. Misol uchun biz ham boshqa sohani tushunmaymiz, faqat o'zimiz yurisdiksiyamizni tushunamiz. Endi u insonlar ham bu sohani tushunmaydi, buni to'g'ri qabul qilish kerak, lekin so'z erkinligi, fikr erkinligini bildirishi mumkin. Hech qanaqa bunga qarshilik yo'q. Ammo mutaxassis sifatida aytamizki, Rasul Kusherbayev to'g'ri sudga bergandi. Agarda tasavvur qilaylik, ular aytganidek narigi tarafni sudga berganida Rasul Kusherbayev, ya'ni o'sha ko'rsatma bergan bularga naqd pulda pul mablag'larini qabul qilmang, faqatgina to'lovli bank plastik kartalari yoki elektron ilovalar orqali amalga oshiriladi degan ko'rsatmani bergan tashkilotni sudga berganda sud so'raydi. Bu yerda sudning eng katta savoli deymizmi, o'yini deymizmi, narsasi boshlanardiki, hop, bir taraf ikkinchi tarafga ko'rsatma beribdi. Bu munosabatda ikkalasining o'rtasidagi munosabatda siz taraf emassiz dedi. Va bekor qo'yardi, qaytarib yuborardi ko'rmasdan. Ishni yopib yuborardi, oddiy til bilan aytganda. Unda qachon berishim kerak desa, qachonki ikkinchi taraf sizni naqd pulingizni qabul qilmasa, o'shandagina o'shani sudga berishingiz mumkin dedi, katta ehtimol bilan o'shanda. Rasul Kusherbayev boshidan shu narsani bilganligi uchun, demak, ikkinchi taraf bularning pulini qabul qilmaganligi uchun berdi. Hozirgi paytda nima deb turilibdi? Yo'q, uni harakatlari u qarorni bajargan, u ko'rsatmani bajargan. U ko'rsatmani bajaradimi, qarorni bajaradimi, o'zga insonlarning huquqlariga daxl qilmasligi kerak. U hali fuqarolardan hech kim naqd to'lovlarda amalga oshirish huquqini olib qo'ygani yo'q. Narigi taraf qabul qilmayapti. Rasul Kusherbayev endi kelgusida yutadimi? Yo'q, kelgusida ham yutqizadi. U nohaq bo'lganligi uchun yutqizmaydi. Bu yerda xato ketib qoldi. Bir joyda o'sha prezident qarorini loyihasini ishlayotgan yurist tomonidan katta xatoga yo'l qo'yildi deb bilaman men. Bu prezident qarorida ketib qolganligi uchun yutqizaveradi. Sababi endi sharq demokratiyasi, g'arb demokratiyasi deb nom qo'yishgan, o'z demokratiyaning prinsiplari o'sha qolaveradi. Xalq boshqaruvi, qarama-qarshilik, boshqa-boshqalar qolaveradi. Hech qanaqa sharq g'arb demokratiyasi yo'q. Endi tushunarli bo'lishi uchun shunaqa deyiladi. Misol uchun g'arb demokratiyasida, misol uchun Yevropada yoki Amerikada endi prezident qarorini sud bekor qilishi mumkin, lekin sharq demokratiyasida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston misol uchun endi yoki Xitoyda misol sotsialistik davlat bo'lgani bilan ham u yoqda ham baribir shunaqa sharq hisoblanadi. Bu davlatlarda hali bunaqa prezident qarorini bekor qiladigan menimcha sud yo'q. Hali beri bo'lmaydi. Bitta bo'lishi mumkin, Janubiy Koreyada bo'lishi mumkin. Boshqa joyda bunaqa Janubiy Koreyada yoki Yaponiyada bo'lishi mumkin. Boshqa bironta joyda unaqa bo'lmaydi. Endi bunaqa holatda bo'lganmi O'zbekistonda prezident qarorini bekor qilish deganda, prezident qarori bekor bo'lmagan, prezident qarori loyihasi bekor bo'lgan. 2019-yilda o'sha ikkinchi prezidentimiz o'sha davlat tepasiga kelganlarda, Shavkat Miromonovich davlat tepasiga kelganlarda juda ham ochiqlik siyosatini qildilar. Bu juda katta kuch bo'ldi. Va o'shanda bizni shaxsan men mutaxassis sifatida munosabat ko'rsatuvga chaqirilganman. Munosabat ko'rsatuvda u yerda Adliya vazirligi tomonidan
hakamlik sudlarini sudyalarini malakasini oshirish, imtihonlarni o'tkazish bo'yicha edi. Adashmasam, o'sha payt endi oradan ancha yil o'tdi, 7 yil o'tdi. Umumiy olganda hakamlik sudlarini kontrol qiladigan bir prezident qarori loyihasi kiritilgandi. my.go.uz regulation.uz saytiga o'shanda ochiq muloqot bo'lgan. Biz bir tomonda hakamlik sudlari bilan men bir tomonda turganman, ikkinchi tomonda Adliya vazirligi boshqarmasi xodimlari bo'lgan va o'shanda biz isbotlab berganmiz, ularni kiritayotgan loyihasi, ya'ni prezident qarori loyihasini kiritgan bu noto'g'ri ekanligini va u demokratiya prinsiplariga zid ekanligi va o'shanda bekor bo'lgan. Bu ham yutish mumkin edi Rasul Kusherbayev. Qachonki prezident qaror chiqishdan oldin murojaat qilgandi. Afsuski bu qaror ketib qoldi. Prezident xatosi emas, bu o'sha loyihani tuzgan yuristlarning xatosi deb bilaman. U konstitutsiyaga, qonunchilikka zid qaror loyihasini ishlab chiqish kerak emas edi. Chunki normativ huquq hujjatlar to'g'risidagi qonun bor. Normativ huquq hujjatlar to'g'risidagi qonunni ham, umuman qonunlarni ham prezident imzosi bilan chiqadi. Uni ham kimdir osmondan qabul qilmagan, hamma qonunlar prezident imzosi bilan chiqadi. Oxir-oqibat prezident imzo chekadi. Tushunyapsizmi? Prezidentni bitta so'zini ikkinchi so'ziga qarshi chiqib qo'ydi bular. O'sha joyda xatoga yo'l qo'ydi. Bunaqa qaror qabul qilinishi mumkin emas edi o'zi. Afsuski, mayli qaror qabul qilindi. Endi kelgusida bu to'g'rilansa kerak deb o'ylaymiz. Endi bu ham muammo bo'lmasdi o'zi aslida. Qachonki agarda o'sha o'rtadagi to'lovlar bo'lmaganda, hozir mana misol uchun 100 ming so'm bersa, 1%mi, 2%mi, 3%mi o'rtadagi foizlar hisobidan o'rtadagi tashkilotlarda qolib ketadi. U bankomat orqali to'laysizmi, u nima o'sha elektron mablag'larni o'tkazadigan dasturlar orqali, приложениялар deydi. O'shalar orqali to'ldirib turib to'laysizmi? 1, 2, 3%, balki 0,5% ketib qoladi. Agarda unaqa bo'lmaganida, yo'q, mana davlat o'zining muammosini xalq hisobidan, odamlar pulining hisobidan yechmasligi kerak edi. Unda muammo bo'lib turgan bo'lsa agar, o'zi qanaqa muammo yo'q menimcha, balki bordir. Bo'lsa odamlarning cho'ntagini hisobidan yechmasligi kerak edi. Mana misol uchun, mana nima demak, butka, o'sha bank butkasi o'sha orqali hech qanaqa foiz olinmasin deb aytsa bo'ladi va davlatning hali richaklari bor, ko'rsatma berishi mumkin edi. Endi to'g'ri, Markaziy bank to'g'risidagi qonunga asosan bankni ishiga davlat aralashmaydi, boshqa deyilgan, baribir davlat regulyator vazifasini bajaradi. Aynan shu joyda foiz olmanglar deb ko'rsatma berib qo'ysa bo'lardi. Chunki naqd pul qabul qilib turibdi. Davlatga naqd pul kelib turibdi. Banklar naqd pul olib turibdi. Naqd pul olgani uchun bir paytda pul berilardi. Birinchi prezident paytida shu Shavkat Miromonovich kelgunlaricha naqd pulni borib olishingiz uchun foiz yechib olishardi kartadan. Hozir naqd pulni kirgizish uchun foiz yechilib turibdi. Mana shu joyda ko'rsatma berish kerak. Buni vaziyatni to'g'rilasa bo'lardi. Hali ham bo'ladi, lekin bir narsani tushunish kerak. Menimcha ham kelgusida ham Rasul Kusherbayev yutqizsa kerak. Rasul Kusherbayev yutqizdi degani u nohaq degani emas. Bizda qancha ishlar bor qo'limizda. Haq inson, haq bo'lib turib qamalganlar bor, haq bo'lib turib yutqizgan ishlar juda ham ko'p. Lekin yana keyingi instansiyaga borib, yuqorida o'sha oliy sud tartibida yoki taftish tartibida adolatni tiklagan joylarimiz o'sha. Rahmat sudyalarni, adolatli sudyalarning o'sha yordami bilan deymizmi, ularni adolatli qarab chiqishi natijasida tiklagan paytlarimiz bo'lgan. Shunaqa. O'zbekistonda umumiy hisobda qaraganda adolat bor, lekin bitta-ikkita joylarda tushunmovchilik bo'ladi. Bunaqa tushunmovchilik Amerikada ham bor, demokratiyaning gul toji hisoblangan. Ya'ni bitta narsaga qarab, toshga qarab tog'ga baho bermaymiz. Voy, mana shu joyda adolatsizlik bo'lib turibdi, butun sud tizimi adolatsiz yoki butun bir O'zbekiston adolatsiz demaymiz. Umumiy biz mana birinchi instansiyada yutqizamiz, apellyatsiyaga beramiz yoki kassatsiyaga beramiz, ikkinchi instansiya sudiga. Ikkinchida yutqizsak, taftishga beramiz, taftishda yutqizsak, oliy sudga beramiz. Oxir-oqibat yutib chiqyapmizmi? Misol tariqasida-da endi umumiy sud jarayonlarini miqdorini oladigan bo'lsak, yutuq ko'pmi, adolat ko'pmi? Demak, biz O'zbekistonda adolat bor va sudlar adolatli degan xulosaga kelaveramiz. Bitta-ikkita o'rtada tushunmovchilik boshqa bo'lishi mumkin. Rasul Kusherbayevga ham omad tilaymiz.